Mana ötüdüğün dersim var bu. Hürmetlik studentlar, Behirsem, siz qaysi dersni o'tib bo'ldingiz va qandaq o'tdingiz shu to'g'risida aytib o'tsangiz. O'tgan darsdagi mavzunuz qandaq bo'ldi? Qandaq qarim-qarshiliklar uchradi shu to'g'risida aytib o'ting. Men uchinchi darsimni yana shu 5-b sinfida o'tdim. Adabiyot darsidan bo'ldi. Mavzu Maxtumsula Chintamir Batur bilan Maxtumsulaning uchrashishi. Bu yerda oxirgi bo'limga balaga birinchi eng avval parchani o'qib, shu parchaning mazmunini 4 cümle usuli orqali tushuntirib berishni so'radim. Bu birinchi topshirma va ikkinchi topshirma shu kitob o'zida kitoblanish bo'ldi. Kitob o'zida shu mavzuga bag'ishlangan jadval berildi. O jadvalda shu kitobda berilgan qahramonlar haqida kitobda nima cho'chakda va ikkinchi bu yerda selishtirishda o'zlarining o'y fikrlari bilan. Ikkinchisi shu qahramonlar haqida sizlar nima o'ylaysizlar? Shuni jadvalga to'ldirib yozish bu ikkinchi topshirma. Ve keyingi topshirma mening cho'chakdan olgan ta'sirotim haqida qisqacha bir 5-6 jumlalik matn yozish bo'ldi. Yaxshi. Bu yerda men shu yosh alohidligiga bog'liq topshirmalarni azaytdim. Oldingi darsimdan qaraganda. Oldingi darsimda topshirmalar nihoyatda ko'p ve qiyin bo'lib ketgan o'xshaydi. Shu xatolarni tuzib, bu daqsida yosh alohidligiga bog'liqlik topshirmadim. Hammalarga bir narsa, bunu onlayn vaqtda jiq odamning talanti ko'milib qoldi ya. Жаңа dostlar qanday konsert programda mesela ijodiy kasb ham to'xtab qoldi. Lekin biz darsda bundaq talantli bolalarni chatga qo'yishimiz kerak. Biz buni yangilangan bilim berish mazmunida talantli va qobiliyatli bolalarni o'qitish degan nimasi bor o bölümü. Şunun munosabatlik endi har bir darsingizda shu talantli, qobiliyatli bolalarni aniqlash uchun bir usullarni qo'llash, metodlarni qo'llanishinglar kerak. Vallahi qanaqa bo'lmasa mening talantimga diqqat bo'ladigan odam baka degan maqsadda bu o'zining talantini ko'rsatish kerak. Hatto onlayn bo'lsa, shu tarafga hammanglar yaxshi ko'ngil bo'linglar. Meni aytmoqchi bo'laman. Undaq bo'lmaydiki, bu bolaning talantini biz ayirib qo'yishimiz mumkin. Bu bola o'zining talantini yo'q mumkin. Tushunma? Shu to'g'risida hammanglar planga kirgizing. Umuman darsning strukturasini qilib chiqaramiz hali. Shu tarafiga qattiq diqqat bo'lishinglarni so'ragan bo'ladi. Kelasi dars kimdanki? Kimga dedim? Qurbanova. Sizmi? O'tib bo'lgan darsning to'g'risida deydigan? Qurbanova. Ha? Qurbanova. Qurbanova. Bu qiz o'tadigan dars to'g'riliq so'zlar, o'tadigan dars to'g'ri so'zlar. Boshlanma foydasi degan mavzusiga o'taman. Darsni boshlamay turib o'quvchilar bilan salomlashib, to'liq xabarman. Shundan keyin o'quvchilar bilan suhbat yurgizish uchun bir necha savollarni qo'yaman. U savollar yoki ko'p til bilishning foydasi nimada, qanaqa foydasi bor deb o'ylaysizlar? Ikkinchi, sizlar o'zingizning ana tilingizdan boshqa biladigan tillar bormi va qanday tillar yoki qancha tilni bilasizlar? Shunga o'xshash til to'g'risida bir necha savollarni qo'yib ketaman suhbatlashib. Undan keyin o'zim ko'p til bilishning foydasi to'g'risida qisqacha ma'lumot aytib ketaman. Yoki g'alasa option orqali so'zlab. Shundan keyin o'quvchilarning savol javoblarini anglagandan keyin suhbatlarni yurgizib, ya'ni o'z e'tiborimni qo'shib, shundan keyin darsga kirishman yoki topshirmani slayd orqali avitaman. Birinchi topshirmam bir 4-5 so'z beraman va shu so'zlarning hammasini uyg'ur tilida beraman. Ularning ruscha, qozoqcha, inglizcha, o'rischa tarjimalarini yozdim. Birinchi topshirmam, ikkinchi topshirma
Ya'ni men qanaqadir bir necha jumlalarni beraman. Shu jumlaga ko'pchiliklar berilgan, shu ko'pchiliklarning o'rniga qo'yilgan so'z aslida berilgan yoki ko'pchilikning o'rniga qo'yilgan so'zlar shularga kerakli qo'shimchalarni qo'yib, jumlani to'ldirib yozdi yoki jumla shu til to'g'risida bergan ma'lumotga bog'lanishliq. Ondan keyin maqola Qisqa chaqan so'zlaymiz. Shu maqola topshirmasida ishlar yurgizildi. Ularni yozib, maqolani davomlashtirib, maqolani o'qib, shuning o'lchamini qizcha aytib berdim. Ondan keyin darsim vaqti oyoqlashib qoldi. Shundan keyin o'quvchilar bilan xo'shlashib, aloqa yasaman yoki men qo'ygan savollar bormi, nimalar to'g'risida tushunishlik bo'lmadi, yetarli bo'lmadi deb savol qo'yib, suhbat yurgizib, ondan keyin darsimni oyoqlashtirman. Elib qo'shanglar bormi? Gulnazning darsiga, o'tgan darsiga. Kim Elib qo'sharim yo'q. Elib qo'sharinglar yo'qmi? Sizlar bu. Hani ben tushunmadim dersini. Qala topshirma Menim Sizlar internetning nimaga qaragan bo'lsak, endi bu yerda sizdimi bu bayman aytgan taklif bayqalmadi. Bu yerda shu talantli va qobiliyatli bolalarni aniqlaydiganga, o'zining talantini ko'z tutganga, sen she'r yozatdingmi yoki bo'lmasa she'rni ifodaga yaxshi o'qitdingmi, shunday bir yaxshi bir videolarni avat, bunday degan o'xshash talantli qobiliyatli bolalar bor, birlarini o'ylash qobiliyatini aytib ustun bo'ladigan, boshqacha o'ylaydigan, hayot bilan bog'lashtira oladigan har qanday narsani shunday bolalarni aniqlashga sizlar yaxshi ko'ngil bo'lishinglar kerak. Hatto bu onlayn ders bo'lsa, unday narsalardan biz bolalarni biz sirtqa qoldirishimiz kerak. Bu tarafiga hammalar diqqat bo'linglar. Endi Dilnaz, siz o'tib bo'lgan darsning to'g'risida so'zlab o'tsangiz. Mening birinchi o'tgan darsim 5A sinfiga adabiyot darsi bo'ldi. Darsining mavzusi Chuntemir Boturning uyqusi. Darsni salomlash orqali boshladim va o'quvchilarning kayfiyatini aniqladim. Andan keyin uy topshirmasini so'radim. Uy topshirmasini ular olaydan menga aytdi WhatsApp orqali. Andan keyin darsimni ular tushunmay qolmasin deb video ritida, slayd ritida yasab avatdim. Undan keyin birinchi topshirmam parchaning mazmuniga mos keladigan maqol tamsillarini yozinglar. Yoki bu yerda Botur to'g'risida, at to'g'risida, aka singlisi to'g'risida yoki uyqu to'g'risida maqol tamsillarini yozinglar deb tushunib avatdim. Ikkinchi topshirmamda at erning qanti degan maqolni qanday tushunsizlar, qisqacha essay yozinglar. Mush topshirma bo'ldi. Uchinchi topshirmamda parchadan Chuntemir Botur bilan Chalquyruqning bir-biriga bo'lgan sodiqligi to'g'risidagi jumlani tepib daftaringlarga yozinglar deb aytdim. Andan keyin to'rtinchi topshirmada trendiki savollarga javob beringlar. Bu yerda shu o'tgan mavzu bo'yicha savollar bo'ldi. Andan keyin ular savollarga javob berdi. Men ularga har turli savollarni qo'ydim, ular javob berdi. Ko'pincha ular menga o'zimga lichka chiqish orqali ko'plagan savollarni qo'ydi. Men shu yerda barliq narsani tushuntirib o'tdim. Video redidim, tushuntirib o'tdim. Xulosa kelganda men bilaman, mening bilgim keldi. Men bildim, shu orqali xulosaladim. Andan keyin uy topshirmasiga atning vafodorligi to'g'risida nimalarni bilsizlar, at qanday jonivor degan savollarga javob berib kelish shu topshirma uyga berildi. Endi bu yerda Dilnazning darsi aytdi tafsili bo'lganligi ko'rinib turdi. Endi Dilnaz birinchi bahola aytaylik o'tgan darsini. Men masalanga 5 degan baho qo'yatdim. Kim qancha qo'ydi? 5. Xilil va
Ben 5 degan ko'raman. Sen Ben 5. Endi Gülnaz'ın dersi Yerda redlik, bir nihayeti. qiziq bir savol qo'yay, endi shundan sizlar javob berishga tirishinglar. Shundan bugungi konsultatsiyamizni boshlaymiz. Shu onlayn dars o'tishining qanday foydasi bor ekan? Foydasi to'g'ri aytaman. Mana shundaq burungi dars qaraganda onlayn dars biz bunday utuq yetkazdik degan mumkinchiliklar bormi? Voy, onlayn dars ham eğer elemetga degan. Yani ben aytib o'tay o'zim. Men o'ylaymanki, birinchidan hozir 21-asr internet taraqqiy etgan, har turli bolalar har turli programmalar kirishni, qanday programmalar bilan qanday o'qishni, masalan, burun Zoom'ni bilmaydi. Hozir Zoom'ga kirishni, Zoom orqali dars o'tishni o'rgandi, har turli internetdagi programmalar bilan tanishdi, bilmagan programmalar bilan. Mesela O'qitish jarayoniga qanday ta'sir yetkazdi? O'qish jarayoniga ta'siri ma'lum kontrolировать qilolmayapmizda bolani hozir topshiriqlar bilan. Yaxshi tarafini. Yaxshi tarafimi? Eski tarafini desak qo'yib yaxshi tarafi. Mana shu tarafidan tuxmalim degan o'xshash. yaxshi mesela biz sınıfta vaqtida interaktiv taxta bo'lmaganlikda bolalar ko'plagan videolarni ko'rsatma tuxni ko'rsatsak ba'zi bolalar ko'ramay qoladi. Bu yerda biz bolalar o'z individualini ko'rdi uni telefon orqali darsda telefonni ruxsat emasdi. Hozir har bir bola telefonni ichib ma'lumotni olaydi internetdan. Shu yer yaxshi deb o'ylayman. Slide ma'talaymiz, videorolik ma'talaymiz. Agar maktabda o'tgan bo'lsa, videorolik qilgan bo'lsa, uni notebook qo'shib, notebook bilan ko'rsatib, uni ko'may bolalar. Videorolikni avatdinglar ya. Ash bolaning Uyg'ur tili dars bo'lganlikdan, u bolaning tili qanchalik taraqqi etdi deysiz shu video ko'rganga. Biroq endi bu yerda o'rischa, qozoqcha bo'lishi mumkin, uyg'urcha bo'lishi mumkin videoroliklar. Ammo lekin bolalar u tillarni ko'rdi, boshqa tilni ko'rdi, biroq o'zining tilida tushuntirib beralaydi shuni. Unisiz til o'rganish jarayoniga yaxshi yordam qildingiz. Boshqa tillar bilan o'zaro bog'lanishda bo'ldi. Biz ko'pincha qozoqcha avatsak, ular uyg'urcha tilda bundoq tushundim, men bundoqga deb tushuntirib beralaydi bizga. Biroq til taraqqiyotiga ülüşümcü derecede bulmayı da o'ylayman. Bal evet qo'ysa bal qancha ders qabul qildi uni, qanchalik ders so'zlash qobiliyati uni qancha taraqqiy etdi uni o'lchaydigan hech qanday bir mumkinchilik hozir bugungi kungacha mumkinchilik bo'lmayapti. Men sizlarga bu to'g'risida yana o'ylanib darslarda men mushu jarayonni taraqqiy etish uchun sizlar yangi metodlarni kiritishinglarni talab qilma. Balaning tilini taraqqiy etish uchun. Buning uchun jiq lug'atlar bilan bo'yicha ishlash kerak. Lug'at bilan ishlab, uning ma'nosini berganki, endi bu ma'nosiga munosabatli sizlar bir essay yozinglar yoki bir hikoya o'qinglar. Shu dodman o'tganda aytdim sizlarga. Hayot bilan bog'lashtirish kerak. Har qanday mavzularni hayot bilan bog'lashtirmasangiz bolalar qiziq bo'lmaydi. Biz maktabda o'qiyotgan vaqtlarda biz hayot bilan bog'lash mumkinchilik bo'lmasa, lekin bizda hozir sizlar baldan jiq bo'ladigan odam bo'lishinglar kerak. Mayli texnik bo'lsin, ma'lum bo'lganki, hammaning tarafimizda balni yaxshi taraqqiy etgan darajada bo'lishinglar kerak. Bundoq bo'lmaydi ekan, ma'lum o'quvchi sizlarni hurmat qilmaydi. Bizni ma'lum bilmaydi u. Bizni ma'lumdan bildiganini chaqlaq degan o'xshash. Narsa bolalar qilib qolmaslik uchun sizlar jiq izlanishinglar kerak. Har qanday bo'lsin, texnikaning bo'lsin, mayli qana mavzu munosabati bo'lsin, bu tarafni sizlar hammalar asqilishinglar kerak. Hamma tarafni oldin qator o'quvchilarga har qanday savolga javob beraylik kerak. Hozir men onlaynda nihoyat ko'paydi. Burundan betar ko'paydi misol. Savollar. Ular hamsiga javob berish kerak. Bunun için ders kirdiğin aldılar men bal mındaq so'rab qolsa anda qilma, WhatsAppga kirsam desa emas. O chaqan javob berib turish kerak u yerdami? Savol javoblar bo'ldi. Shunga har qanday savol javoblarga uchun sizlar shu mavzuni yaxshi o'zlashtirishinglar kerak.
Bunda konsultatsiyalar jiq bo'lishi kerak. Tushunishmi? Yana da olsa o'tgan o'tadigan darslar to'g'risida aytganlarga ruxsat berildi dars o'tishga. Bunlarga sog' salomat darslarga o'tishinglarga tilakdoshlik bildiraman.